Nega katta o'lchamli gaz plitalariga talab tobora ortib bormoqda? Masalan, 90 ga 60 o'lchamli 4 ta gaz konforkasi va 2 ta elektr konforkaga ega gaz plitasi oddiy plitalarga nisbatan ancha keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Xo'sh, bunday plitaning asosiy afzalliklari nimada? Avvalo, bu plitalarning eng katta ustunligi bir vaqtning o'zida ko'proq taom tayyorlash imkoniyatidir. Oddiy plitada ba'zan konforkalar soni yoki ularning joylashuvi sabab katta idishlarni bir vaqtda ishlatish qiyin bo'ladi. Katta o'lchamli plitada esa qozon, tova, choynak va boshqa idishlar bir-biriga xalaqit qilmasdan joylashadi. Bu ayniqsa bayram kunlari, oilaviy tadbirlar yoki kichik marosim kunlarida katta qulaylik yaratadi. Yana bir muhim afzallik 4 ta gaz va 2 ta elektr konforkaning mavjudligidir. Bu foydalanuvchiga yanada ko'proq erkinlik beradi. Masalan, asosiy taomlar gazda tayyorlanadigan vaqtda elektr konforkalarda sous, choy yoki boshqa qo'shimcha taomlar tayyorlash mumkin. Bunday plitalarning yana bir muhim jihati bu katta hajmli duxovka. Ko'pchilik aynan shu imkoniyatni yuqori baholaydi. Oddiy duxovkalarda ba'zan joy yetishmasligi muammo bo'lsa, katta hajmli duxovkada bu masala deyarli sezilmaydi. Ko'pchilik uchun oshxona faqat ovqat tayyorlash joyi emas, balki uyning eng muhim qismi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan katta va zamonaviy plita interyerning ajralmas qismiga aylanadi. Bu plitalarning yana bir ustunligi ko'p vazifani bir vaqtda bajarish imkoniyati. Bir tomonda ovqat qaynayotgan bo'lsa, boshqa konforkada qovurish, yana birida choy damlash va shu bilan birga duxovkada pishiriq tayyorlash mumkin. Agar xonadonda katta oila yashasa yoki mehmon kutish odatiy hol bo'lsa, katta o'lchamli plita shunchaki texnika emas, balki haqiqiy yordamchiga aylanadi. U ko'proq imkoniyat, ko'proq qulaylik va ko'proq erkinlik taqdim etadi. Ideal 90 ga 60 gaz plitasi katta rejalar, katta dasturxonlar va katta oilalar uchun munosib tanlov. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.